bu qilich kimlik? Kim topadi? Mana shu birinchi turgani. Bu qilinglar Hazrati Umar roziyallohu anhuning qilichlari. Bularga 4 ta xalifalarni ketma-ket qilichini ko'rsatishga harakat qilaman. Birinchisi mana Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhuning qilichlari. Albatta juda baquvvat qilich. Juda og'ir ko'rinib turibdi. Endi buni videoda balkim ko'rsatib bo'ladimi yo'qmi bilmadim. Yozib qo'yibdi. Albatta ikkita qilich. Ali roziyallohu anhuning qilichlari va Usmon roziyallohu anhuning qilichlari.